Men xuddi kinolardagidek dengiz janglari, samolyotda, qayiqlarda va suvosti kemalarida dushmanlar bilan jang qilishni yaxshi ko'raman. Bu juda yoqimli va World of Warships bepul o'yinida bularni barchasini topishingiz mumkin. World of Warships bu 3 ta asosiy turdagi qurolga ega bo'lgan taktik otishma bo'lib, ular artilleriya, torpedalar va aviatsiya. 13 xil xalqlarga tarqatilgan 650 dan ortiq tarixiy kemalar mavjud. O'yinda 5 xil kema turlari mavjud: qirg'inchilar, koreyslar, jangovar kemalar, samolyot tashuvchilar va hattoki suvosti kemalari. Har bir turda har xil o'yin tajribasi talab etiladi. Bundan tashqari World of Warshipsda qishki port, Notli Shavan qurilgan. World of Warships chiroyli bezatilgan archa va ko'plab bayram surprizlari bilan Yangi yil bayramiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Maxsus sovg'alar va maxsus sovg'ani olib keladigan sirli bedarak yo'qolgan odamni qidirayotgan kashfiyot ekspeditsiyasi haqida bilib olasiz. O'yin borgan sari rivojlanib bormoqda. Siz har oy yangi tarkibni, jumladan boshqa o'yinlar, musiqa guruhlari, bayram takliflari, yangi missiyalar va jangovar chiptalar bilan hamkorlarni kutishingiz mumkin. Siz hech qachon zerikmaysiz. Agar siz o'yinga birinchi marta kirishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, albatta mana bu koddan foydalaning. Shipmas bu kod o'yindagi birinchi qadamlarni yanada yaxshilaydi. Chunki u sizga 14 kunlik premium kirish, 500 dublonlar, 2 million 25 ming kreditlar va boshqa ko'plab narsalarni beradi. Sovg'alar va 4-darajali kema. Va shu uchun bizni opisiyaniyadagi silka orqali kuzatib boring va World of Warshipsda men bilan Yangi yil dengiz janglarida birga bo'ling. World of Warships. Men bu uyni hozirgina sotib oldim va uni haqiqatan $1 ga sotmoqchiman. Mana shu mashina hozir to'xtaganda bu uyni $1 ga sotib olish mumkin edi. Bu uyni juda ham xaroba deb o'ylamang, u juda ham yaxshi holatda. Bu mashina ham o'tib ketdi, bu mashina ham o'tib ketdi. O, juda yaxshi mashina. U ham o'tib ketdi. Bizni mana bu reklamamiz ish bermadi. Endi biz kattarog'ini qo'yib ko'ramiz. Aysanlarroq turing. Odam to'xtadi. Eshik oldida. Salom. Bu uyni sotilishi $1. Qiziqarlimi sizga? Bu hiylami? Hiyla yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bu birinchi yotoqxona, yaxshimi? O'rtacha? Siz bilan qiyin bo'ladi shekilli. Bu yigit shunchalik shubhalandiki, hatto men unga videolarni ko'rsatishga majbur bo'ldim, biz aldamayotganimizni isbotlash uchun. 54 million menimcha yaxshi video olasiz. Hammasi joyida, men bu yerda yotib ko'rdim va joyini yig'ishtirib ham qo'ydim. Hali ham u yerda odam yotgandek. Yo'q. Orqa tarafda yana bir narsa bor, ketdik. Bu ko'rinishidan shunchaki oddiy omborxonaga o'xshaydi, lekin uning ichiga kirilsa, barcha jihozli sport zal. O, juda go'zal. Hammasi zo'r. Hatto $2 berishga ham roziman. Hali tugamadi. Ortimdan yuring. Bu yerni ochsak, oho, yo xudoyim. Sizni o'yin uchun xonangiz. Oh, hammasi zo'r. Qani hujjatlarni olib chiqing. Boshqa o'ylagim ham kelmayapti. Diplomatga dollarni soling agar qarshi bo'lmasangiz. Rahmat. Mana sizning hujjatlaringiz, uni tekshirib chiqishingiz mumkin. Siz uyni sotib oldingiz. Albatta, rahmat. Men $1 ga uy sotib olganimga ishona olmayapman. Bu ikkinchi uy. Yo'q, men Karlman. Bu uyni hayron qoldiradigan joyi, bir joyda ikkita uy joylashgan. Yo'qol. Endi bu kichkina reklama o'rniga mana bu katta reklama doskani sotib oldim. $1 ga uy sotamiz deb yozilgan. Boshqa hech narsa yo'q. Bu reklamamiz katta yo'l yoqasida joylashgan. Buni juda ham ko'p odam ko'radi. Kimdir uyimizga yaqinlashyapti. Endi tanib qolmasligi uchun maskalarni taqamiz. Qani ketdik. Siz qaysi birini xohlaysiz? Sizga o'ndagi yoqyaptimi, chapdagimi? Menga o'ndagi yoqdi. Ha, men ham shuni tanlaydi deb o'ylagandim. Siz reklama doskasidan ko'rib keldingiz. Siz Mr. Biz kanalini ko'rganmisiz? Ha, albatta. Men Snapchatda ko'rganman. Snapchatda? Ha, albatta Snapchatda. Ha, mayli, unda endi bizni Snapchatda ham kanalimiz bor. Reklamada yozilgandek bu uy $1 turadi. Ko'rishni xohlaysizmi? Albatta. Qani ketdik. Qani kiringlar, mana shu uy. Bu yer mehmonxona, mana bu yer esa kirib yurish uchun joy. Oshxonaga kirib yurish joyi nimaga kerak bilmadim, o'z joylashtirasiz. Qani ketdik tepaga. Bu yerdan chiqayotganingizda har xil pistoletlarni ko'rishingiz mumkin. U sizlarga kerakmi bilmadim. Bu yer esa yotoqxona. Mana bunga esa e'tibor bermang. Bu birinchi xona o'yinlar uchun. Bu yerda PlayStation 5 bor, o'yin uchun kompyuter va har xil eski o'yinlar. Yo xudoyim, men shunaqa joyda yashashni xohlardim. Uyni eng zo'r joyi. Yo'q, o'zing ochib ko'r. Bu yer esa uydagi eng zo'r joy. Umringni oxirigacha yetadigan tualet qog'oz. Umringizni oxirigacha yetadigan tualet qog'oz. Qog'ozlardan tashqari sizlarga unda ham zo'r sovg'a bor. Qani och u yerda. O, yo xudoyim. Ay, yoqimli. Juda ham zo'r bolalar. Uni hammasi Hammasi pul. Va ular hujjatga qo'l qo'yishgungacha juda ham ko'p mashinalar kelishdi $1 ga uy sotib olaman deb. Salom, bizda uy sotib bo'lindi, lekin bizda biroz pul bor sizlarga berish uchun. Yana bormi? Bizda 3 ta xolos edi. Ha, unda kechirasizlar, bizda boshqa qolmadi. bu yaxshi.
Odamlar oilalari bilan kelishyapti, hattoki birinchi marta kelayotgan manzilga. Bolalar, bunaqa oson ishonib qolmang. $1 uy sotib oldim. Aql bovar qilmaydi. Men allaqachon qo'l qo'yganman, nima deyishni ham bilmayman. Men shokdaman. Mana bu sizni kalitingiz, mana bu esa sizni kalitingiz. Bolalar, endi siz qo'shnisizlar. Mana biz endi 4-uydamiz va bu uyni endi $1 ga sotish o'rniga muhtoj odamga beramiz. Doim kasalxonada yotadigan do'stimiz bor. Men uchun unga bersak yaxshi bo'ladi deb yordam bera olishimizdan xursandman. Va endi mana bu meni kredit kartam. Bu kartadan siz xohlaganingizcha mana shu uyga jihoz olishingiz mumkin. Uni pulini farqi yo'q. Sizga qaysi yoqsa shuni sotib olavering. Men roziman. Ozgina vaqtlaringni olaman, lekin bu sizlar uchun foydali. Mendan ko'pchilik tekin reklama so'raydi. Albatta endi buni iloji bor. Faqat mana bu Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Yaqinda u yerda konkurs qilib, bitta odamni tanlab olib, xohlagan ijtimoiy tarmog'ini reklama qilib beramiz. Bo'lmasam Telegram kanaliga o'tib qo'yamiz, videoga ketdik. Bu keyingi uy va endi biz boshqa ish qilamiz. Nima qilamiz? Tarik, kamerangni Karolga ber. Breydi, sen esa Krisga ber. Endi bu yerda Gofi Gorbis suratga tushmoqda va bu yerda bizning operatorlarimiz. Kimligini farqi yo'q. Mana bu parspetga kim birinchi bo'lib dollarni sentga alishtirib olib kelib solsa, bu uy o'shaniki. Salom. Salom. Men hozircha Tarik oldiga o'tib ketish uchun senga xalaqit beryapman. Men hozir odamlar gavjum bo'lgan joyga borishim kerak. Ularda sent ko'proq bo'ladi va ulardan so'rayman. Voy, men tushunib yetyapmanki, operator bo'lish bu oson ish ekan. Senga yoqyaptimi? Yo'q, tushunmadim. Nega yomon deb o'ylaysan? Amal. Tezroq bo'l. Yugurishni yomon ko'raman. Onam yugurma degan. Sizdagi mayda pullar uchun $1 berishim mumkin. Yordamingiz uchun rahmat. 5 sent bor endi bizda. 5 sent bor. Shunchaki sotuvchining oldiga bor. Navbatda tursam yutqizib qo'yaman. Men sizga $20 beraman agar mayda pullaringizni bersangiz. Maydangiz bormi? Yo'q-da. Hozirgi vaqtda to'rt va uning xotini oxirgi uyga narsalarni sotib olishyapti. Menga mana bu divan yoqdi. Aha, bu yerda hammasi qancha turadi? $5000 hammasi. Bularni qayerga qo'yamiz? Devon oldik-ku. Bunaqalardan 6 ta. Shunchasini nima Bu qilamiz? yerdagi hamma narsani sotib oldik. Jimmy hayron qoladi. Ana u, navbat tugadi. Unda mayda pul bor ekan. Biz bu yerni band qildik, qoching. Sizda 100 ta tanga bormi sentda? Ola olasizmi? Ola olmaymiz deb o'ylamayman. Men sizga $20 bersam, mayda pullaringizni beraverasizmi? Nega begona odamdan so'rash kerak? U yig'ishga yordam bermaydi. Rahmat, siz uy yutib olishga yordam berdingiz. Shunchaki menga sent kerak. Ha, rahmat. Agar sizni mashina urib yuborsa, juda ham yomon bo'lardi va kulgili ham. Juda ko'p tangalar. $20 bersam, mayda pulingizni beraverasizmi? Sent, menga mayda kerak. Mayda. Menim uchun da mayda bor. Mayda. Senga mayda yetadimi? Menimcha ha. Yo'q, xudo, menimcha uy meniki. Voy, Jimmy. Ha nima? Olib keldim. Hozir ko'ramiz, bu tangalar unga yetarmikin. 99 100. Ha, mana shunday, ha. Tabriklayman, sen uyni yutib olding. Tabriklayman. Mana Tarik ham qaytib keldi. Endi qarshi bo'lmasang, yutib olgan odamga men uyni ko'rsatmoqchiman. Albatta, bajonidir. Ana vannadan boshladik, ketdik ortimdan. Bu yer yotoqxona va bu yer juda ham katta. Yo xudoyim. Ishongim kelmayapti. Qarang, bu yerda kamin bor ekan. Oho, bu yerni qaranglar yorug'ligini. Bu Jeb, bu ovozga qaraydi. Salom Jeb. Sen bu yerda oddiy eshik bor deb o'ylaysan, lekin bu yerni ochsak, bu yerda zinalar bor. Qani ketdik tepaga. Ko'zlarimga ishonmayapman. Tarik, sen rostdan ham yutqizding. Endi Bretning o'zining kinoxonasi bor. O'zi uchun Disneylandda xohlagan videosini ko'rish mumkin. Nima buni turishdan Disney bu filmlarini ko'radigan odamga o'xshaydimi? Qarang, men mushukman. Mana uyni kaliti. Shu joyga epik muzika qo'yib borasan. Qani ketdik, tot nimalar sotib oldi ekan. Men yotib dam olamanmi deb o'ylagandim. Yo'q, birinchi ishni qilamiz keyin. Biz ketayotganimizda bu uy bo'sh edi. Endi ko'ramiz. Yo xudoyim. O'xki. Xo'sh, nima sotib oldingiz? 8 ta televizor. Zarur bo'lgandan 6 ta 7 ta ko'p, lekin bu yaxshi. Shoshma, Kris, u grillmi? Odamlar o'z uyiga grill qo'yishadimi? Yo'q, yong'in bo'lishi mumkin, Jimmy. Nega kofe buncha ko'p? Kofeni yaxshi ko'radi. Bu uydagi menga eng yoqadigan xona. Ko'ringlar. Qarang, bu vanna bunchalar zo'r. Menimcha endi uni chaqirishimiz kerak. U hozir Felisiyaga telefon qiladi va u bizning videomizda paydo bo'ladi. Nega bunday qildim, o'zim ham tushunmadim. Felisiya hozirgina keldi va u hozir eshikni taqillatadi. Salom Felisiya, kira qol. Salom. Xo'p, endi aytib ber, kun bo'yi bu yerda nima qilding? Bu sizning uyingiz. Bu yerdagi hamma narsa sizniki. Shoshmay turinglar. To'g'ri, tushunib olishingiz uchun vaqt kerak, lekin men kafolatlayman, bu sizniki. Men shunchaki bilmayman. Rahmat. Men hozir nima deyishni ham, nima qilishni ham bilmay qoldim. Hatto
Ishonishni ham bilmayapman. Tot nimagadir bu yerga 8 ta televizor sotib olibdi. Menimcha ular sizga. Oyi. Siz bunga loyiqsiz. Yo'q, men bunga loyiq emas edim. Sen bularga loyiqsan, ishonaver. Nima qilaylik, grillni ko'rsataylikmi? Ha, ko'rsating unga. Lekin u yig'layapti. Tot noto'g'ri aytdimi yoki siz haqiqatan ham kofeni yaxshi ko'rasizmi? Bu yerdagi zaxira butun umrimga yetadi-ku. Yo'q, xudoyim, endi nima qilaman? Ha, hammasi zo'r, lekin bu hammasi emas. Ko'rishni xohlaysizmi? Menga ko'proq vanna yoqdi. Men ham xursandman uysizga yoqqanidan. Nima deyishni ham bilmayman. Men shokdaman. Shoshmang, buni men sizga aytsam, menimcha yuragingiz yorilmaydi. Yana bir narsa bor siz uchun. Uni bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Sizlar chindan ham menga mashina sotib oldingizmi? 100% yangi bo'lgan mashina va 100% yangi uy. U xursandligidan men ham xursandman. Nima deyishni ham bilmay qoldim. Mr. Beastga obuna bo'linglar. Ekraningiz o'rtasida dumaloq qalqib chiqqan kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu bizning yangi Shuko Live kanali. Bu yerda sizlar uchun tez orada qiziqarli jonli efirlar o'tkazamiz. Ekran chetida chiqqan videolarni ham tomosha qilishga tavsiya beraman. Zerikmaysiz. Hammaga omad.